Ya, sovchilar kelyapti-yu. Qizim, Ha yuri, abitga cho'qlashning bilmasin deb abitdan keyin olib kelyapman. O'zingiz kirib chiqsangiz bo'laydi-ku, men maza qilib uxlayverardim. Maksimum ayblaring bekitamiz, bo'lmasa qizi tugul itini ham bermaydi senga. Sizda bir gul bor ekan, bizda bir bulbul bor. bulbulingizni tovushi baland ekan-a? O'g'lingizga ko'p uxlar ekan-a? Qizim, Onam har kun vaqtli turg'izolmasin deb cho'qa yoshini o'nli. uxlashda ayb deb hisoblamaymiz-a? Shunday ekan-ku bu ham. Endi men sizni qizingizni sinab ko'ray. Siz men o'g'limni sinab ko'ring. Yerrangingga sanib palakat. Nima qilganing bu? Ushlagan joyim uzib olaman-da. Tuzat. Yo, men uzib olaman, tuzatish bilmayman lekin. O'g'lingiz nochda ishlaydimi deyman, uyqusirab turibdi. Ya pashti topdilar, men ham ishdan keyin nochda klubga boraman. Qizingizni erga berishga tayyorlaganmisiz? Tayyorlayapmiz. Qiz bola hech bo'lmasa tikish bichishda, pishir kuydirda, hech bo'lmasa o'qitish kerak ekanda. Ovqatingizni ko'rdik. Qayerda o'qigansiz? Nima tugan? O'g'il bilmasin deb olib kelimda. Men tam bilmayman. Cho'tash o'g'ilchasi yo'qibdi-da menga. Ona, yo'q yoki hunar o'rgan bo'lmasa senga itam tegmaydi desiz, mana teg ekan-ku. Qani, Qani? ana shunaqangi tambal va tambaloylar o'z juftini topib baxtli bo'lib ketsin.